Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, aziz yurtdoshlar, hurmatli vatandoshlar. Demak, bizlar, ya'ni YouTube'ga navbatdagi proyektimizni chiqaryapmiz. Bugun 20-aprel, 21-apreldan boshlab amalga oshadi, to'g'rimi? Xo'p, bu dangal degan proyekt bo'ladi. Dangal narxlarni aytamiz. Hech kimni ovora qilish niyatimiz yo'q. Bu tarafimiz bilan qarab ko'rsat. Manzilni so'ydilar uchun hamma har safar video chiqarsak manzilni so'raydi bizlardan. Qaranglar. To'g'rimiz Shavot, bu taraf Urganch, bu tarafimiz Mang'it. Ko'rib turganlaringizdek, Eminov moto markazi mana Postkoyda joylashgan, mana Postkoyda joylashgan do'konimiz. Xo'p, endi hozir bizlar qisqa vaqt ichida mototsikllarni tushuntirib o'tamiz. Bu, ya'ni sotib oladigan inson uchun manfaatli bo'ladi. Mabodo sotib olish niyati yo'q bo'lsa, mototsikl qiziqmaydigan bo'lsa, videoni prosta ko'rishni tavsiya etmayman. Vaqt yetkazib ko'rganingizga arzimaydi, to'g'risi. Mototsiklga qiziqishi bor, mototsikl olaman degan odamlar uchun qiziq bo'ladi. Eldin aytaman, hozir kreditlarimiz ochilgan. Faqat niyati bor odamga biz mototsikl sotamiz. Pulom shart emas, ketdik. Bismillahirrohmanirrohim. Ukajon do'konimizga kirishing bilan shu mototsiklni sразу aksiyaga qo'yamiz. Hemen 16 million, 17 million, 18 million so'mga sotganmiz shu mototsiklni, bilasan qarang. Hozir 12 million 500 ming so'mga o'chirganmiz. Oltdan akkumulyator qo'yilgan, 2 minglik miya, 2 minglik motor. Elinda oynasi, zapaskasi, kaskasi beriladi. Dastavkamiz 5 soatda ichida boradi. Ketdik. Bu qora rangi 12 million 500 ming so'mdan sotuvda mavjud. Fontan chiqib turibdi, fontan. Skuterimiz bilmaganlar uchun aytib o'taman. Qara ukamki. Hurmatli prezidentimizning qarori chiqqan, shu qarorni ko'rsaman. Korxonalari moped olib kelib odamlarni ish bilan ta'minlayapti, lekin mopedni o'zi $300 tursa, uni standartdan o'tkazib sertifikat olishga yana shuncha mablag' ketadi. Xususiy klinikalar O'zbekistonga ilk bor olib kelayotgan ayrim tibbiy uskonalar ro'yxatdan Xullas, xarajatlari mototsikllarga, skuterlarga, ya'ni pravo olish, nomer olish отказ bo'ldi. Shuning uchun bu yilgi sezonda mazza qilib minishlaringizni ko'p narsaga e'tibor bermasligingizni iltimos etib qolamiz. Skuterimizning narxi tayyor turibdi. 6 dan akkumulyator qo'yilgan, 4 million 500 ming so'mdan. Bu skuterimiz ham 4 million 500 ming, 6 dan akkumulyator qo'yilgan. Bu 3 million 900 ming so'm, 5 dan akkumulyator qo'yilgan. Buning narxi 4 million so'm, bundan 5 dan akkumulyator qo'yilgan. Bu skuterimizning narxi 3 million 800 ming so'm, bu skuterimizning narxi 3 million 900 ming so'm. Bu skuterimiz ham 4 million 500 ming so'm. Trisiklarimiz kelgan ko'rsatamiz. Ko'p odam so'rab turibdi trisiklarimizni. O'zi mototsikl olsam ekan, ya'ni murabiy olsam ekan, yoki skuter olsam ekan deb ko'p odam 50 bo'lib o'ylanaveradi-da. Ham skuter, ham mototsikl. Mana. Ochiladi, sразу buni o'ylasizlar. Yosh kattalar uchun, yosh kichkinalar uchun dahshat narsa. Ukam, yaqinroqki ochiladi. Birinchi bozorlik mayda juda xarajatlar bo'lsa, bemalol foydalansangiz bor. 300, 350, 400 kilogacha ko'taradi. Narxi 7 million 500 ming, 9 million 500 ming, 11 million 500 ming so'm. Hammasidan bor o'zimiz. Kichkina variant ham bor. Mabodo hech kim uyda bo'lmasin, agar nogironligi bor bo'lsa, uyda to'shakchada o'tirib qolgan bo'lsa, masalan, oyog'ida kasallik bo'lsa, ya'ni hozir suyak yemilishidan kasalliklar ham bor, bilasizmi? Shunday odamlar bo'lsa, ularga dahshat skid yetib beramiz. Ya'ni imkoniyati cheklangan insonlar uchun dahshat yengillik, sotuvlar uchun yengillik yetib beramiz. Endi ular ko'chaga chiqish maqsadida buni oladi. U insonlarga narxini tushirib beramiz. Misol, agar shunday bo'lsa, masalan, shu odam ko'chaga chiqib oylanib yurishini sizlar qaysidir ma'noda sababchi bo'lib qolgan bo'lsa, ularga narxini zo'r skid yetib beramiz. Skuterlarimiz belgisi 3 million 400 ming so'm, velosiped varianti belgisi 2 million 500 ming so'm, obunachilarimiz uchun 1 million 900 ming so'm qilib qo'yamiz. Ya'ni videoning oxirida bu aksiyamizni, ya'ni muddatini oxirida aytib o'taman. Sizlar ko'rsatib o'ting.
Negativchilar shu narsalarni ko'rib ham negativ yashaveradi. To'g'risam, sababi yaqinda men bir odam bilan gaplashib qoldim. Instagramda post endi negativ yozadi-da. Keyin so'radim, "Akajon, nega bu darajada bizlarda husumatimiz bormi? Postga negativ yozasiz. Bir narsa olib chiqsam, o'zi umringiz davomida bir dona kurtkni bo'lsam sotib ko'rganmisiz?" desam, "Uka, men erkak odam emasman, men ayol kishiman" dedi. Rossiyada porob ishlaydigan, lekin erkak odamning profilidan kiradigan yani. Bo'ldi, menga gap so'zim yo'q sizga dedim, haqiqatan ham. Maqsad mana yo'q. Velosipedimiz qaranglar. 3.500 ming so'm, 4.500 ming so'm, 5.500 ming so'm. 5.500 ming so'mligimda, ya'ni zaryad yo'q bo'lsa, velosiped haydasangiz, yana zaryad oladi. Ham batareya bilan harakatlanadi, ham oyoqda harakatlantirsangiz bo'ladi. Sifati zo'r, 1 yil garantiya beriladi. Ya'ni skuterlarning xarididan keyin bizlardan bir marta barabonni aylantirib berish imkoniyatimiz bor. Xo'p, Woody Motorsimiz narxi 18 million 500 ming so'm. Narxi 18 million 500 ming so'm. Bu, ya'ni pravo nomer отказ bo'lmasdan eldan pravo olmaydigan mototsiklimiz hisoblanadi. 6 ta akkum motor qo'yilgan, 2000 miya, 2000 motor. Benzinli mototsikl olaman deb yurganlar uchun bu 18 million 500 ming so'm. Xullas, sifatga, brendga qiziqaman deydiganlar bo'lsa 18 million 500 ming so'mdan tayyor turibdi. Budjetliroq mototsikl olaman deydiganlar bo'lsa, ularga budjetliroq mototsikllarimiz bor, ketdik. Bu proyektimizda lekin dangal narx-navo aytiladi. Varra yo'q. Konkretni aytamiz. Agar sotuvchilarni xavf etib qo'ysak ham, ya'ni kayfiyatini tushirib qo'ysak ham, lekin bizlarda ikki dona yo'l turibdi hozir. Masalan, sotuvchilarning qarg'ishini olamiz, xalqimizning olqishini olamiz. Biz shu olqishni olaverik, to'g'risam, Naqsindratonni biza yetib berik. O'zi biz ham Naqsindraton o'yinimiz bor edi. Mana mototsiklimiz ko'p odam so'raydi bizlardan. Tank modeli 20 million so'm bir zaryadi bilan Buxoroga borib keladi. Bo'lmasa ikki odam bo'lib kelsa, birov do'konda qolsin, birov mototsiklni olib ketadi, orqa kelguncha qarab o'tirib turadi. Borib kelmasa, mototsiklni puli kerakmaydi. Shuni garantiya beraylik, to'g'rimi? Dahshat yangilik bo'ldi. So'ng 2025-yil Armada'ning yangi modeli chiqdimi deb so'rab turibdi ko'p odam. Ukajon, shu aka siz o'zingiz chaqirasiz shu mototsiklni, mayli. Qo'zamaydir. Matni olib chiqma. Ishatibmi? Bo'ldi, olib chiq matni. Kim kamera ochib turgandan xalq ko'rsin uka? To'g'risam. Montaj etamiz uka. Montaj etamiz. Haqiqat bo'lsin uka. Haqiqat bo'lgan joyda adolat bo'ladi. O'zi eskitdan kelgan gap bor. Ishonch yo'q joyda dedi. Uka, ishonch yo'q dedi. Baraka bo'lmaydi dedi. Ishonch yo'q joyda baxt bo'lmaydi dedi. Ishonch yo'q joyda dedi, ishonch bo'lmaydi dedi. Ishonch yo'q joyda Armada Motors ham bo'lmaydi dedi. Bizlar, ya'ni hamma narsamizni ishonchning ustuna qurganmiz. Ishonch eng kerakli bo'lgan narsa. Xo'p, Armada Motorsimiz narxi 20 million so'm, lekin 20 million so'mga arziymas ko'rib chiqamiz. Palovsli balon qo'yilgan ki. Palovsli balon. Motosiklimizning sof og'irligi 500 kilodan og'ir bo'ladi. Xitoyda eng og'ir narsa o'zi metal. Bizlarda eng arzon motosikillarimiz 150, 200, 250 kilo bor. Bu 550 kilo taxmin eting siz. Garantiyasi 1,5 yil. Ham start stop, ham pultda boshqariladi. 6 ta akkumulyatori bor edi. Hozir 7 dona bo'lib kelgan. 7 dona. Qaranglar. Supportimiz bu yangilik emas, lekin supportini o'zgartirganmiz. Amortizator o'zgargan, bu ham yangilik emas, lekin sof og'irligi o'zgargan. Evvel bilsangizlar, motosikillarimiz bilan 5 dona polos tutdi-ku. 4 dona polos bo'lib keladi unga. Endi qaranglar. Narxi 20 million so'm dedimi? 20 million so'mning ichida sizda dahshat radit bo'lmas kuchli taklifi bor. Faqat buni telefonda aytmaymiz, kelsa, oladigan odam bilan gaplashamiz uni. Akkumulyatori, motori, miyasi o'zgargan. Xuddi shu motosiklimizning narxi arzon varianti bor-ki, uka. Shu mototsiklni ko'rsataymi? 4 dona, ya'ni shurib qo'yilgan. Mana gaksi, bu polovuz, bu 4 dona. Buning narxi 16 million 500 ming so'm, buning narxi 20 million so'm. Buning bortan bilan top chiqqan. Sifatli Armada Motors'ni qadrlovchilar uchun. Olmasangiz ham bo'laveradi, lekin yaqqan bo'lsa birdan like bosib qo'ysangiz bo'ldi. Tamam. To'g'rimi? Bu iminni olish shart emas. Cavallo brendidan motosiklimiz
14 milyon 500 ming so'm bo'lgan. Hozirgi kunda 11 milyon 900 ming so'mdan tayyor turibdi. 11 milyon 900 ming. Ishtir bo'lsa olib ketaverasizlar. Sizlarga yana bir zo'r motosikl qo'yib beraman. Orlando mototsiklimiz avvalgi videomizda 9 millionga qo'yganmiz. Hozirgi videomizda 7 millionga qo'yamiz. 6 dona akkumulyatori bor. Garantiyasini beringiz. Faqat tekshirib ko'rib olsangiz da bo'ladi. Lekin bir marta baraban ham aylantirib beramiz. 7 million so'mga. Bormi shunday imkoniyat? Yo'q, unday imkoniyat skuterning puldan murabiy bor. To'g'rimi? Ketdik. Ukam, bizlar bilan narx navoda raqobat eta olmaydi, to'g'risan bor. Bizlar bilan narx navoda raqobat etish qiyin. Endi shu mototsiklning narxi necha so'm? Hamma biladi, sir emas, o'zing ham yaxshi bilasan. Necha so'm narx? 18-19 million so'm. 18-19. Eng arzon bozorida 15,5 milliondan sotganmiz. 13 million so'mdan qo'yib beramiz. 6 ta akkumulyator bor, bir akkumulyatorni bonusga beramiz, 7-sini. Va bir marta boraman ham aylantirib beramiz. Eldini oyna ham qo'yib beramiz. Tekinga dastavka ham etib beramiz. Garantiya ham beramiz. Faqat olato'g'ri inson bo'lsa bo'ldi. Olmay turib negativ yozsa, u to'g'ri kelmaydi. Yana o'zi biladi, shundan men bundan vaqtini ketkazib, ko'rib o'tirganimni arzisini yoqtirmayman, to'g'risi. Xo'p, yangiliklarimiz benzinli mototsikllar bo'ladi. Benzinli mototsikllarimiz Uragan brendi ostida ishlab chiqarilgan. Hozir O'zbekistonda mototsikl ko'p. Ya'ni brend ko'p, ishlab chiqaradigan firmalar ko'p. Biz lekin shartnomamizni Uragan bilan tuzganmiz. Sababi bizga kafolati qiziq bo'lgan. Qiziq bo'lgan degan joyim boshqa mototsikllar faqat kilometrga garantiya beradi. Bu 1 yilga garantiya beradi. Bizga qulay tarafi shu. Hozir bizlardan mototsikl olsangizlar 1 yil garantiya yozib beramiz. Boshqa brendlar 2000 kilometrga garantiya beradi. Qaysi qulay? 1 yil qulay. Qo'sharam, kekan. Qo'sharam 100 kilometrga 2,5-3 litrgacha benzin sarflaydi. 220 ga 140. 220 ga 140. Bir dona skuter, diqqat bilan eshitinglar. Bir dona Trizer ham qo'shib beramiz. Bir skuter, bir jilliga tegan, bir skuter, bir dona Trizer, ha? Eshitib turibmi? Bir dona velosiped. Shu mototsiklimizga. Endi qaranglar. Narxini ham men belgilayman. Narxini shu videoni ko'rib o'tirgan odam belgilasin. Men narx aytmayman. Bir skuter qo'shib beraman, bir Trizer, bir dona velosiped. Kommentariyada narxini qoldiring. Shu narxini biz sotuvga chiqaramiz. Eng oxirgi fulli kekan ko'rsat. Hamma yerni men o'zim narxni shu obunachilarimga belgilataman. Xolasa voyanniy sveti bor, xolasa qizil sveti bor. Dastavkasi, garantiyasi, baraban hamma narsani aytib beramiz. Endi yana bir mototsiklni biz bonusga qo'yib beramiz, qara. Ana shu mototsiklimiz kekan bir odamga sotganmiz, kredit chiqmay qolganki 540 kilometr yurgan mana. Ko'rsat, halol yurgan probegi 540 kilometr. Buni o'zini chetda qo'yib bizning qo'sha balon, Elf Motors mashin balon qo'yilgan. Narxi 25 million so'mga qo'yib beramiz. 25 million so'mga. Top toza, hali shot turibdi. Buni yudirib qo'ysak ham hech kim bilmaydi, lekin biz halollik tanlaganmiz. Biznesimizni halollikdan so'rab qo'yamiz. Bu sotilgan mototsiklimiz. Bir narsa ko'rsat, uka. Rahmat. Montaj etma. Oyna qo'ymoqqa pul yo'qmi deb so'rab turdi ko'p odam. Oyna qo'ydi, Xudoga shukr. Shuni ham ko'rsating. Tez kunda yana bir chiroyli obyektimizni foydalanishga topshiramiz. Dahshat joy bo'ladi, Xudo xolasa. Buning baland terrasa, ya'ni podval qismini skuterda qo'yayotganmiz. Buni o'tda ham bir nima desam ekan. Rejamiz bor. Dahshat qo'yayotganmiz. Faqat ichida benzinli mototsikl bo'ladi. Sport bike ichida bo'ladi. O'ta mototsikl bo'lsa hammasini terib tashlaymiz. Xudo xolasa keyingi videomizgacha o'zi tayyor bo'ladi. Mana shu mototsiklimiz kabinali 300 lik motor qo'yilgan. Narxi 35 million, 33 million, 30 million, 28 million so'mga sotib turganlarni 25 million so'mga qo'yib beramiz. Bormi og'riq? Bormi og'riq? Yo'q. 25 million so'mdan. Naqd pulga ham, kreditga ham, hokim yordamchisidan ham amal qiladi. 25 million so'm. Faqat maqsadli oladigan odam bo'lsa bo'ldi. 13 million so'mdan kabinali mototsikllarimizni qo'ydik, bilasizmi axir? Hozir bu mototsiklımizdan qolmagan, hozir qurib 30 million, 28 million, 26 million so'mlik variantimiz qolgan. Lekin 200 kilometr yuradigan, 150 kilometr yuradigan mototsikllarimiz 6 akkumulyatorli. Bular o'sha 7 akkumulyatorli bo'lgan, sifati zo'r, ham benzinda, ham to'xta yuradigan varianti bor. Agar qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol kelaverasizlar.
narxi 19 million so'mdan 30 million so'mgacha. 2 metrga 1.30 bo'ladi. Mana ushta ya, bularning soni cheklangan. Bu videoni faqat oltin odam ko'rish kerak, uka. Olmaydi odamga qiziq emas. Yana bir mototsiklni aksiyada qo'yib beramizki. Qisqa aytib oling. Shu mototsiklni adashmasam 27 million 28 million sotib turibdi joyda. 23 million so'mdan qo'yib beramiz. Shikotmi? Dahshata. Yana bir bor. Ki. Mana. Cavallo. Necha so'm narxi? Belgila, ayt. Sen aytgan narxini qo'yaman shuna. 20 millionga to'g'ri keladi. Qo'yamiz. 20 million so'mga qo'ysak bo'ladimi? Ketdi 20 million so'mga. 220 ga 140. 20 million so'mga ketdi, uka. Faqat Bahosini ala. sharti bor. Bu narx navolarda bizlarning Instagramimizga obuna bo'lgan odamlar oladi lekin. Shuni ham aytib keting. Hurmatli kuzatuvchilar. Mana hozir Eminov Moto degan Instagram ko'payib ketgan, men o'zim ham hayron qoldim to'g'risam. Mana bizlarda 195 ming bori bor. 195 ming degani, ana shu 195 mingga obuna bo'lgan odamlarga bu narx navolar amal qiladi. Endi bir jiljilik aytamiz uka sen mana. Dahshat jiljilik aytamiz. Qara. Shu yerga yur. 7 millionga qo'yib berdim men motorni ko'rdingmi uka? Bundan narx navolar qo'ya olmaydi to'g'risam. Bu duxni faqat Eminov beradi, bilasizmi? Bizga foydasi qiziq emas. Bismillahirrohmanirrohim. O'tgan videoda pravo so'ramadi, hech qaysi murojaatga skuterga degan vaqtimda negativlarga ham fikr bildirib o'tmaysiz. Ha, bildirib o'taman uka. Gayton sotgan vaqtida sening vaqtingga aytamizmi, unday degan savol ko'p bo'lgan. Havo? Qarar ham chiqdi endi, atmen hammasi. Uka, shu qarar chiqdi-ku. Shu qarardan keyin ichi bilib turibdi uning bor-ku. O'zini o'zi kechirolmaydi shu gap aytganlar bor-ku. Shu qarar chiqqandan keyin ana bo'ldi. Ko'rdingmi? Har bir duolar bo'ladi, ijobatsiz qolmaydi. Allohga oson deydi-ku. Xo'p, endi bizlarning yangi proyektimiz bu, gilam do'koni. Bizlarning gilamlarimizning hammasini Eminov degan pechat bilan kelgan. Xo'p, buning yangiligi 1 degan aksiya qo'yamiz bunga. 50 metr kvadrat olsangiz 25 na pul to'laysizlar. Bormi og'riq? Uka yo'q-ku. 50 metr kvadrat, ya'ni g'ola olsa, 25 na pul to'laydi. 25. Liboy g'olaga. Liboy joydan narxini so'raysan. Liboy joydan 1+1 aksiyasini qo'yib beraman mana, Gilam. Maqsad sotuvni kuchaytirish. Kimgadir, ya'ni narx-navoni sindirish, kimlarning biznesini xalaqit berish emas. Bemalol hisob-kitob etadigan odamlar bo'lsa, narx-navosini daftariga yozib, ko'rib kelib, oxirinda bizlardan bozorda ko'rgan narxingizdan arzon etib, ya'ni 1+1 aksiyamizdan foydalansangiz bo'ladi. Sharti lekin bizlarning Instagramimizga obuna bo'lsangiz kerak. Olib sotarlarga yo'q, uyini to'ymayman deganlarga bor. Mana musofirda yurgan akalarimiz, ukalarimiz qiyinchilik bilan pul topib, qiynalib, shu odamlarga shularni qadrlagan holatda biz qo'yib beryapmiz. Va bu hali hammasi emas. Oxirinda baravanda aylantirib berish imkoniyatini ham beramiz. O'zi savdo bo'lib turib ekan, odamlar olib turib ekan deganlar uchun aytaman. Savdosidan gap yo'q. Dahshat savdo bo'lib turibdi. Prosta yana rivojlantirish maqsadida men qo'yib qo'yaman mana. Kim qara. Navza Bog'at qovog'ini dostavkaga yakirlik. Masalan, zakatni tikib, joylashtirib Bog'atga dostavka etib berdik mana qara uka. Navza Bog'atga yetib keldik. Eminov Holding dostavkani amalga oshirib turibdi. Ben lobo, ya'ni gilam. Xo'p, men bu gapni aytishimdan asosiy maqsad savdo olib turib ekan, odamlar olib turib ekan deb ko'p odam so'raydi. Savdosini gap bo'lish mumkin emas. Biz prosta bir proyektni boshlagandan keyin oxirigacha olib borishni maqsad etganmiz. Va shu maqsadimiz, ya'ni yo'linda liboy narsadan voz kechishga rozimiz. To'g'risam, savdo turlarini, ya'ni bizlar har xil etib yurdirishga, ya'ni mana mo'ljallangan ishlarimiz bor. Bitta texnika qo'shamiz, yana bir narsa qo'shamiz, xullas sotuv, ya'ni sotib olishlarni yengil etib beramiz xalqimizga. Boshqa joyga borib turib siz gilam sotib olishingiz mumkin, lekin bizlardagiday sharoit yetib bera olmaydi. Bizlarning sharoitimiz, bizlarda overlock bor-ki, ukam. O'tgan safar ham ko'rsatdik, hozir ham ko'rsatamiz. Ana shu apparat mana
$2200 olganmiz buni. Endi bu, ya'ni sotib olgan odam uyini olib borib, ko'zining oldida chiroyli etib to'shab, tigib berishni ta'minlaydi. Mabodo bozordan olsangiz, bozordan o'zini qirqib olib boradi, uyingizga tushmay qolishi mumkin, xata ketgan bo'lishi mumkin, kamroq qirqib berishi mumkin. Shunday narsalardan siz o'tasiz. Ya'ni g'olning o'zim chetdan chiqqan g'ollar ham bir dunyo g'oli bo'ladi-da, u ham bir joyingizga yarab ketadi. Bizlarning xodimlarimiz uyingizga borib, o'lchab, ko'zini taxlab, xudo xolasa rozi etib, sovg'asini berib, duosini olib qaytadi. Maqsad shu. 1+1 aksiyamiz, ya'ni qaranglar, 21-apreldan 30-aprelgacha amal qiladi. Optimga massiv yaratuvlar yo'q, faqat xalqimizga, obunachilarimizga, bizning podpischiklarimizga bor. Liboy g'olida. Muroy degan aksiyasi shu sanada 21dan 30gacha o'zing bilasan-ku. Keyin ukam. O'zi shu vaqtgacha ko'rsatmaganmiz. Hozir ko'rsatib o'tamiz. Hamma biladi, bu mening xonam. Men shunda ko'p odam bordiq, topolmay keldik dedi ukam. Biza, ya'ni har bir videomizni reja asosida, ya'ni proyektimiz bor, shu proyekt asosida ketadi. Mana qarang, 5-aprel kuni chiqqan xodimlar uchun muomalasini o'rta deb baholaganmiz. Endi buni o'chirsak haqli bo'ladi. Mana qarang, o'chirib qo'ysa haqli bo'ladi, chunki bizlarda shoh chiqqan, muomalasi salgina o'zgargan, ya'ni bosar tusanini bilmay qolib turgan 4 dona xodim bor edi. 4 dona ham ishdan oldik. Hozir unday odam yo'q. Hozir ana shunday insonlarni qo'yganmiz. Shu xalqimizning, obunachilarimizning xizmatida labbay deb xizmatini qilib turadi. Oxirida tushuntirib o'taman, qarang. Sotadigan mahsulotlarni to'liq biladigan odam bor. Endi sotuvchilar uchun reklamamiz, qaranglar. Mana qarang. 10-aprelda, 17-aprelda, 30-aprelda YouTube. Mana ko'rdingmi? Oxirisi 30-aprelda yakunlanadi. Ko'rdingmi? Hurmatli aka-ukalar, qadrdonlar, bizlarning mehnatimizni ozgina qadrlasangizlar, shu kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Iloji boricha podpisatsiya bo'lib ko'ring. Sizlarning hech narsa ketmaydi. Maksimalni tanish-bilishlarga tashab qo'yinglar. To'g'risi ham bizlarning yetib turgan ishlarimiz Xorazm uchun, Gullan uchun o'ta ham muhim. Sababi kimnidir rivojlanishini hissamiz qo'shamiz. Eng yangiliklarni o'zlarimiz olib kelamiz, to'g'rimi? Masalan, qo'limizdan kelgancha sotuvlar uchun yangilik yetib berib turibmiz. Bir qancha narsalar qo'shib berib turibmiz. Maqsadimiz shu xalqni rozi etish. Boshqa narsa ko'zlanmagan bu yerda. Ya'ni shu xonada o'tirib, ya'ni boshqanamiz mabodo kimdir kelib, narx-navosini kelisha olmay qolsa, yoki motosiklda muammo bo'lsa, yoki bizlardan bir xato kamchilik o'tgan bo'lsa, ana shu xonaga kirib, ya'ni o'zining muammosini yechib ketishi mumkin. Men soat 10:00 dan kechqurungi 8:00 gacha shu xonada bo'laman. Bemalol sizlar uchun mening xonamning eshiklari ochiq. Suv ichaman deganlarga suv bor, ovqat yeyman deganlarga ovqat ham bor. Xullas maqsad shu xalqni rozi etish, boshqa maqsad yo'q. Narx-navolarni arzon qo'yib bersak, odamlar shubhalanadi-da. Voy, nima bo'lgan ekan, tinchliqmagan deb-da. Arzon qo'yib bersak yaxshi-ku, to'g'rimi? O'tda ham manfaatli bo'ladi. Kimdir rozi bo'ladi, yana ham boshqa narsa oladi, masalan, oshxona pulini. Bizning proyektimizda Aminov gilamlari bor, Aminov bozor bor, bilasizlar axir. Keyin bundan tashqari Aminov mesh texnikasi bor. Keyin qimmat mototsikllarda arzon narx sotadigan arzon bozor proyektimiz bor, Aminov moto bor. 5 dona proyekt bor. Hamma narsamiz bir joydan bitib ketadi. Bizlarning gilamlarimiz Utex karpetdan bo'ladi. 1 yil garantiya yozib beramiz. 1 yil ichida bir marta borib yuvib beramiz mitqa. Shunday imkoniyatimiz bor. Assalomu alaykum. Mana birat, 2 mitqa boramiz xudo xolasa. Do'konimizning podval qismini ko'rsatib beramiz, 1 minut erinmagan, sразу yo'q. Bismillahirrohmanirrohim. Uka, shuni ham bir ko'rsatib bering, ko'p odam aytadi buni. Nega qo'yib buni? Aminov gilamlari. Zavodga men o'zim shaxsan borib zakaz berganman. Ya'ni zakaz berganda eksportga beriladigan gilamlarni bizlarning ichki bozorga beriladigan narx-navoda berasizlar deb. Zavod rozi bo'lgan. Bismillahirrohmanirrohim.
Obunachilarimizdan ozgina uzr so'rab qolamiz. Hamma joyimiz cho'zg'ib yotibdi, chunki remont bo'lyapti bu yerda. Bismillahirrohmanirrohim. Bu bizning podval qismimiz. Tank mototsikllarimiz 9 million, 11 million, 13 million so'm. Bu joyda dahshatli taxlimiz, xudo xolasa tez kunda hozir protsessda. Ko'p odam qiziq so'rab turibdi, benzinli mototsikllar bormi deb. Benzinli mototsikllarga ham bir kun shov-shuv aksiya qo'yib beramiz, voydod deb beradi. Lekin olaman bu odamlar uchun o'zi asli tayyorli bor bu yerda. Mana, uka, mana odam tushunarmi? Bozorga borib turib gilam olishi mumkin, lekin Aminov degan yozuv bo'lmaydi. Sababi bizlarning gilamlarimizning qolinligi qolin, yeni standartlari umuman boshqa bo'lib chiqqan. Har birining dizaynini o'zimiz ishlab berganmiz. Bizlarda 10 yillik shu gilamlar bilan ishlagan tajribali xodimlarni ishga qo'yganmiz. Hurmatli kuzatuvchilar, ya'ni bizlarda Aminov texnika markazida dahshat yangilik bor. Bu yangiligimiz 1+1 aksiyasi bo'ladi. Qisqa aytib ayting, vaqt yetmaydi o'zi. Mana. Ana chelakli pilisos bor-ku, bir donasini olsa, bir donasini qo'shib beramiz. Shundan o'zingiz tushunib olinglar. Gapim gap, so'zim so'z, videoni saqlanib olinglar. Faqat ortiq odam bo'lsa bo'ldi. Ana g'iybatchi, olmay turib, chet davlatlardan negativ yozadigan bo'lsa bo'lmaydi. Olaman deb kelsa, men o'zim sho'rda bo'laman. Bir pilisos solib, bir pilisos qo'shib beraman. Qisqa, shundan bilinglar. Narx-navoni liboy joy bilan raqobat qilamiz. Hozir prosta kirmashin, xodimlik, televizor hamma narsani tushuntirib o'tirsak, vaqt yetmay qoladi. Hali bizning Aminov bozorimiz bor. Xo'p, xudoyim, uka qashib tur. Hech kimning boshini bunday tashvish tushmagan. Lekin inson bor, xato kamchiligi bo'ladi. Inson bor, issiqjon kasal bo'lib qolishi mumkin. Bizlar, ya'ni shuni bir odamdan olganmiz. Biza pulni berib olganmiz ekan, videoni ko'rib o'tirgan bo'lishi mumkin. Bir odamga berilgan ekan, bizlar pulni berib buni oldik ham, o'rnina trisikl berdik. Xo'p, buni bizaga normalniy pulga hisoblab berdi. Lekin men buni normalniy pul deb ayta olmayman. Mabodo, mana qarang-ki. Ko'rdingmi? Rul hamma narsasi bor, ko'rdingmi? Orqaga ham yuradi, eldiga ham yuradi. Mana bu zaryad bilan harakatlanadi. Xudoyim, bu ana o'zim ekan. Hech kimning boshidan tushmagan, hech kimning ehtiyoji bo'lmagan. Misolda, endi lekin ko'rsatib o'tishimda joiz deb bildim. Qarab burgan, so'rab burgan, izlab burgan odamlar bo'lishi mumkin. Bizga shunday narsa kelib qolgan, ya'ni nogironlik aravasi. Agar kimga ehtiyoji bo'lsa, shuni qarab burgan bo'lsa, shu yerda operatorimiz bilan bog'lansa, biz pul berib olganmiz buni, lekin kelishtirib beramiz. Foydalanish, reklam etish maqsadida videoni olib turib qo'yapman. Kimdirning ehtiyoji bo'lsa, bu o'zi noyob bo'lmaydigan narsa. Mana rolda boshqariladi, akkumulyator hamma narsasi bor. Endi men falon so'm pul deb aytaman. Mabod ehtiyoji bor odam bo'lsa, yurtdoshlarimiz bo'lsa, avvalambor Xudoyim hammaning umri uzoq bo'lsin. Hech kim kasallanmasin. To'g'risi ham maqsadim, niyatim shu. Hamma shu 80 yil, 100 yil umr ko'rgan. Hech kim kasallanmagan, kasalchilik qiyin narsa. Shuni men sizlarga aytib o'tiraman, men endi zo'r tariflar ham bera olmayman, chunki men bu narsa haqida ilmim yo'q. Xullas bizlarda bor shu. Agar kimga ehtiyoji bo'lib qolsa, ya'ni pasteliyat ham bo'lsa, Xudoyim o'zi hech kim kasallanmagay. Hurmatli aka-ukalar va qadrdonlar, bu Aminov bozor. Oramizda yangi obunachilar bor, yangi podpischilar bor, yangi qo'shilganlar bor va bizlarda podpisatsiya bo'lmay ko'rato'nlar bor. Xo'p, buni ham tushunamiz, ketdik. Dukonimizda yangiliklarni sizlar bilan bir qator ko'rib chiqamiz. Bismillah. Buxgalter boqani. Zo'r. Sifatli, yangi, ya'ni bahorda, yozda kelgan oyoq kiyimlarimiz. Bu tarafda bizning auditoriyamizda safarga chiqib odam bo'lmasa kerak. Chamadonlarimiz, remillarimiz, chalbirlarimiz. Chalbirlarimiz 60 ming so'm, 70 ming so'm atrofida. Tekstillarimiz sifati zo'r. Oyoq kiyimlarimiz ko'rsatgan. Aminov bozor, ya'ni 8:30 dan 23:00 gacha ishlaydi. Ish faoliyatimiz ham aytdik. Aminov moto 8:30 dan 19:00 gacha ishlaydi. Eng kech ishlaydigan proyektimiz shu bozor. Ishlarimizni bitirib, hamma ish taxlab bo'lib, tashkillarni sovib, oxirida kiyib ketasizlar.
kapsula krossovkalarimiz. Bir xatar ko'rsatib ber. Kiyim obzorini men demam zo'r emasman, lekin sifatli narsalarni oldiraman. Chunki men rahbariman bu yerdan. Men pul tikkandan keyin dahshat narsalar aytganman. Reebok. Hozir ko'p odam ziyoratga, ya'ni safarga chiqib ketadigan vaqti, shu vaqtdan foydalandim. Sifatli futbolkalarimiz. Biz ham o'zimizning futbolkamizdan qolmadimi? Qanchadan bor? Ozroq bormi? Bo'ldi, ko'rsating. Tez kunda do'konimizning balandini ham ishga tushiramiz. Xudo xolasa, bu ham ya'ni gullarli, shavotli, mang'itli, yangi bozorli, umuman Xorazmni yurtdoshlarimiz uchun dahshat yangilik bo'ladi. Buni lekin sir etib qoldiraman, lekin o'ta ham manfaatli narsa ishga tushiriladi, xudo xolasa. Epkilasmi? Bir qarayapki. O'tgan safar videosini chiqardim. Eminov brend deb ko'p odamning ustida ko'rib boshladim, xursand bo'ldim. Sifatini gap bo'lishi mumkin emas, tavsiya beraman. Haz etib kelsizlar, ustingizda futbolka yo'qday bo'lib turadi. To'g'rimi? Bo'ldi. Ochganimiz ham bor, xullas bozorimizda hamma narsa bor. Bir oilaning ishi realni bitib ketadigan joy bo'ldi hozir. Endi yurgan mototsiklga qaytamiz. Armada ba'zi o'zining hukmini ko'rsataveradi, uka. O'zining ustunligini, har xil mototsikl chiqdi. Har xil gap so'zlar ham chiqdi. Lekin hech biri o'zining tasdig'ini topmadi. Ba'zi o'zining ustunligini isbotlab qo'ydi. Mototsiklning xaridlari haqiqatdan ham ko'p. Men u mototsiklni sotish uchun tavsiya etdim. U mening tavsiya etganim sotilib ketadigan narsa emas, to'g'risini. O'zining sifatli mahsulot ekanligini yana bir marta isbotlab turibdi. Mana o'sha bizga kelgan bu tarafda mototsikllarimiz. Buni ya'ni olishimdan asosiy maqsad skuterlarimiz. Men va'da berdim, qish oyida, ya'ni yanvar oyida skuterlarni, velosipedlarni narx-navosida sotamiz deb, to'g'rimi? 8-apreldan 12-aprelgacha 50% skidka berib sotdik. Bilasana, bir qancha odamni xursand etdik. Lekin qaranglar, shu aksiyamizda ko'p odam foydalanolmay qoldik. Uzoqroq dedik, bora olmay qoldik dedi va tekinga zapchas tarqatdik. Zapchasimiz davomida hech kimga akkumulyator bermadik. Zaryadchik berdik, reduktor berdik, keyin u berdik, por berdik. Mototsiklning sifatli ekanligini isbotlash maqsadida. O'zi hech bir kompaniya tekinga zapchas tarqatmaydi. Biz lekin 4 kun tekinga zapchas tarqatdik. Sababi mahsulotimiz sifatlimi, sifatsizmi bilik degan maqsadda. Shuni may oyida ham qo'yib berishimiz mumkin. Agar ololmay qolganlar bo'lsa, soqqa yetishga, biznes yetishga mo'ljallanmagan. Faqat haqiqatdan ham ehtiyoji va muhtoj bo'lgan odamlarga beramiz. Skuterlarimizga yana zo'r aksiya qo'yib beramiz. Buni Instagram kanalimizda qo'yamiz. Qaranglar, agar Instagram ko'rmaydiganlar bo'lsa, YouTube orqali qo'yaveramizmi? Bo'ldi, tamam, uni ham qo'yamiz. Shu bilan birga bizlar aziz obunachilarimiz videomizni yakunlaymiz. E'tibor uchun, like uchun, poddishka uchun hamma katta rahmat. Xato kamchiliklarimiz uchun bizlar uzr so'rab qolamiz. Endi xudo xolasa tez videolar chiqarishga harakat etamiz. Hamma katta rahmat, duo qilib, qo'llab-quvvatlab turgan bizlarning va ish faoliyatimizning, kanallarimizning va bizneslarimizning rivojlanishida o'zining hissasini qo'shib turganlarga katta rahmat. E'tibori uchun, like uchun, poddishka uchun iloji bo'lsa, podpisatsiya bosib ko'ringlar. Endi bu biznesda, bu sohada hamma narsaga ulgurish qiyin. Kimlarning ko'nglini olamiz, kimningdir ko'nglida qolamiz. Lekin Alloh taolo hammani kechirganlarni yaxshi ko'raman deydi. Xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, videolarimizda xato kamchilik etgan bo'lsa, uzr so'rab qolamiz. Eng asosiysi kechirimli bo'lgan yaxshi. Alloh taolo kechirimli bo'lganlarni yaxshi. O'zi Alloh taolo kechirimli. Hammani kechiradi, to'g'risan. Biz bir gunoh etmadik. Kimningdir mototsiklini olib qo'ymadik. Prosta videoga tushishunda, tushuntirishimizda xato kamchilik, ya'ni aksiyalarimda xato kamchilik etgan bo'lsa, narsalarni vaqtida berolmagan bo'lsak, uzr so'rab qolamiz. Lekin dastavkalarimizni 5 soatga tushirganmiz. Avvalgidek bir kun kutmaysiz. Kelasiz, 0 holatdan ideal bo'lib qoladi. Qirchig'i, tirtig'i, muammosi bo'lsa mototsiklni olmay qaytarib beraverasiz. Xizmat turlarimizni zakon etganmiz va
yana shoh chiqqan, muomalasi o'zgargan, ya'ni ana oyog'i sal yerdan ko'tarilgan xodimlarni ishlab boshladi. Orqadan bo'lganlar xudo xohlasa o'zim kontrollaman. Hammaga rahmat. Iloji bo'lsa birgina iltimosim bor. Shu videoni tanish bo'lsangiz maksimal tarqating. 21-apreldan boshlab 30-aprelgacha dahshat aksiyamizdan foydalanib qolsin. Hammaga rahmat.